Respublikamizda xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ular uchun doimiy ish o'rinlari yaratish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mirobod tumanida ham xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, ularga munosib turmush sharoiti yaratish bo'yicha zarur choralar ko'rib borilyapti. Bunda tikuvchilik yo'nalishiga ixtisoslashgan xususiy korxonalar faoliyati muhim o'rin tutmoqda. Mirobod tumanining Bayot mahalla fuqarolari yig'ini hududida joylashgan Nazar tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyatini boshlaganiga 10 yildan oshmoqda. Faoliyatimizni Shayxontohur tumanida boshlaganmiz. 7 yil avval u yerda 70-80 ga yaqin ishchilarimiz bor edi. Zamonaviy mashinkalarimiz bor. Biz asosan Mudofaa vazirligi harbiylarning formalarini mahsulotlarini chiqaramiz. U yerda 70-80 ga yaqin qizlarimiz bor edi. Bu yoqqa kengaytirish maqsadida bu yerga olib keldik. Mana yaqinda 100 ga nafar ishchilarimiz bo'ldi. Yaxshi mashinalarimiz zamonaviy Xitoydan keltirilgan. Kollej o'quvchilarimiz bor, ish o'rgatamiz. Asosan ishchilarimiz shu mahalladan chiqishadi. Hammaligisi xursand, oilalarimiz o'z vaqtida. Sharoitlarimiz yaxshi, 3 mahal ovqatimiz bor, yotoq joylarimiz bor. Qizlarimiz uzoqdan viloyatdan kelgan qizlar kelib, yotib, ishligisini qilib, dam olib, shu yerda ishlashadi. Ishchilarimiz yaxshi, hammaligisi ishchilar xursand ishidan. Mahalladan kam ta'minlangan oilalar ko'pchiligi. Oilalarimiz yaxshi, hammasi. Sovg'alarimiz bor, yil davomida yaxshi ish ko'rsatgan ayollarimizga, kam ta'minlangan oilalarga ham yordamlarimiz bor. Hamma sharoitlarimiz bor. Ta'mirdan chiqqan 1,5 yil bo'ldi. Bu yerda boshlaganimizga yangi korxona, hamma sharoitlarimiz yaxshi. Xursand ishchilarimiz ham. Ta'kidlaganimizdek, korxonada asosan Bayot mahallasida yashovchi fuqarolar ishlashadi. Qolaversa, korxonaga nogironligi bor fuqarolar ham ishga jalb etilib, ularga barcha shart-sharoit yaratilgan. Qolaversa, kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar ham e'tiborda bo'lib, ular doimiy ravishda rag'batlantirilib boriladi. Bundan ishchi xodimlar benihoya mamnun.